Ko'rib turganingizdek minimalistik uslubda ishlangan bo'ladi. Ortiqcha navorati, ortiqcha ohanjamoni bo'lmaydi. Bu oyoqni ham pastga cho'zib, ham tepaga ko'tarib material Eco Laser, ya'ni Eco ko'jindan ishlangan bo'ladi. Bundan tashqari high-tech uslubda dumozani eng past yumurtqasigacha 4 ta geleviy rolik yordamida 8 ta eng kerakli bo'lgan o'zini avtomatik rejimlari ham bor. Sodda uslubda ishlangan. Bundan tashqari o'zini maxsus knopkasi bor. Shu atrofda qismda joylashgan tuzlarni eritishga, kam harakat bo'lib qolgan insonlarda va yana qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, ofis ishlaganlarda bitta joyda uzoq vaqt o'tirib ishlaganlar kun davomida bir kishi uchun 1 soatdan oshiq foydalanish tavsiya etilmaydi. O'zingiz foydalanib ko'rib, ekspertlar bilan maslahatlashib, maxsus ishlatish bo'yicha video instruksiyamiz bor. Ko'rib turganingizdek minimalistik uslubda ishlangan bo'ladi. Ortiqcha navorati, ortiqcha ohanjamoni bo'lmaydi. Bundan tashqari bu massajli kresloda bor oyoqni massaj qiladigan mexanizm relaksodagi deyarli boshqa hech qaysi massajli kresloda bo'lmaydi. Sababi bu oyoqni ham pastga cho'zib, ham tepaga ko'tarib, yaxshilab massaj qilib beradi. Bu massajli kreslomdan endi xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, 150 kilogacha bo'lgan foydalanuvchilarni bemalol ko'tara oladi. Material Eco Laser, ya'ni Eco ko'jindan ishlangan bo'ladi. Tez sinmaydigan, tez to'kilib ketmaydigan, bundan tashqari o'zidan abagrev shigani hech chiqarmaydigan sifatli material hisoblanadi. Hamda dag'al sirpanib ketmaydi odam o'tirganda, o'zini qulay his qiladi va yumshoq qilib ishlangan. Bundan tashqari ko'rib turganingdek podsyotkalari ham did bilan qilingan. Ortiqcha ko'zni chalg'atadigan qismi bunda bo'lmaydi. Bundan tashqari ustki qismi akril hamda material aralashmasidan bo'ladi. Bu sizlarga minimalistik o'zgacha dizayn beradi. Bundan tashqari high-tech uslubda ofisga qo'yadigan bo'lsanglar ham, uyga qo'yadigan bo'lsanglar ham birdek bemalol tushib ketadigan model hisoblanadi. Bu massajli kreslomiz rolikli hisoblanadi. Bo'yinni oxirgi yumurtqasidan boshlab dumozani eng past yumurtqasigacha 4 ta geleviy rolik yordamida birinchi skaner qilib, bo'y uzunligiga, tana hajmiga moslashgandan keyin o'zini massajini boshlaydi. 8 xil o'zini ruchnoy rejimi bor. Vibratsionli, botirib, tarib, har xil uslubda qiladi. Bundan tashqari o'zini maxsus 8 ta eng kerakli bo'lgan o'zini avtomatik rejimlari ham bor. Ko'pchilik modelida maqtashadi, 30 xil, 50 xil massaj rejimlari bor deb, lekin ko'pchilik asosiy 4 ta yoki 6 ta maxsus massaj rejimlaridan foydalanib ishlatishadi. Bu modelimizni o'z nomi bilan minimalistik uslubda 8 xil avtomatik rejimi bor. Bu massajda siz zerikib ham qolmaysiz. Bundan tashqari eng kerakli qulay qilib ishlangan, displeyni ham ko'rsatib o'tamiz. Displey ham sodda qilib ishlangan. Yosh katta insonlar ham bemalol bundan qiynalmasdan foydalanib ishlatishadi. Yosh bolalar ham, yosh kattalar ham o'rta yoshligilar uchun mo'ljallangan. Bemalol rasm yordamida ham inglizini bilmagan bo'lsanglar, qulay foydalanib ishlatsanglar bo'ladi. Tushunarli qilib sodda uslubda ishlangan. Bundan tashqari o'zining maxsus knopkasi bor. Bu knopka yordamida o'chirib yoqish yoki massaj qilayotgan paytda massaji yumshoq xattoligini bemalol o'ziga mos qilib, qulay qilib foydalanib ishlatsanglar bo'ladi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bu massajli kreslomizda asosiy zo'r massaj qiladigan qismi uni oyog'i hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, oyoqni ichkariga itarib, pastga cho'zib, bundan tashqari individual alohida chap oyoqni pastga, o'ng oyoqni tepaga qilib ham shunday ko'rinishda ezib massaj qiladi. Bu narsa nimaga kerak? Bu narsa oyoqdagi bo'g'imlarni harakatini yaxshilashga, shu atrofda qismda joylashgan tuzlarni eritishga, bundan tashqari qon aylanuvini yaxshilashga ham yordam beradi. Ayniqsa bu narsa yosh katta ota-onalarimizda, bundan tashqari uyda kam harakat bo'lib qolgan insonlarda va yana qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, ofis ishlaganlarda bitta joyda uzoq vaqt o'tirib ishlaganlarda bu kasalliklar ko'p bo'ladi. Shuni oldini olish uchun shu insonlarga tavsiya qilinadi. Bundan tashqari yelka qismida, qo'l qismida hamda oyoq qismida joylashgan maxsus podoshkalarni ham qisib qo'yishning hisobiga badanda qon aylanuvi yaxshi bo'ladi, hamda roliklari Roliklar endi pozonochnikda joylashgan tuzlarni, bundan tashqari aylanuvdagi qonlarni yaxshilashga ham ancha yaxshi yordam beradi va oyoqni aytib o'tganimizdek, qisishga ham xuddi shunaqa limfa qon tomiri yaxshilanishiga, immunitet oshishiga hamda eng gilamli yordam beradigan narsasi kun davomida tanamizda bo'ladigan stressni, tanamizda bo'ladigan charchoqni chiqarib yuborishga yordam beradi. Yana eslatib o'tamiz, massajli kreslodan kun davomida bir kishi uchun 1 soatdan oshiq foydalanish tavsiya etilmaydi. Sababi 1 soatni qo'shadigan bo'lsa, tanaga ozgina yoqimsiz his berishi mumkin. Kun davomida 10 daqiqadan
6 marta olinglar yoki 20 daqiqada 3 marta olinglar yoki 30 daqiqada 2 marta olinglar, u sizlarga bog'liq, lekin 1 soatdan oshmasligi kerak kun davomiylik norma. Lekin bu kresloni o'zini ishlash davomiyligi 2-3 soatlab bemalol orada pauza berib, har 3 soatda birmi, har 2 soatda birmi bemalol foydalanib ishlatsanglar bo'ladi. Yana bitta qo'shimcha sifatida aytib ketamiz. Relasodagi deyarli barcha massajli kreslolarda o'zining maxsus platasi, ya'ni himoyasi bo'ladi, stabilizatori. Tokdan qo'rqmaydi. Tok ishxonadanmi, uydanmi tushib ketadimi, ko'tarilib ketadimi, o'zining maxsus stabilizatori bor. O'zi tokni nazorat qilib, bemalol xotirjam ishlatsanglar bo'laveradi. Sizlarga ham shunaqa komfortli hamda qulay bo'lgan massajli kreslolar kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol Nurafshon ko'chada joylashgan Relaso showroomiga kelib, o'zingiz foydalanib ko'rib, ekspertlar bilan maslahatlashib, o'zingizga mos kelgan modellarni tanlasangiz bo'ladi. Bizning showroomda faqat bu model emas, 20 xilga yaqin bo'lgan har xil uslubda ishlangan modellarimiz bor. Massaj qilishi, dizayni, bundan tashqari ranglari, sig'imiga qarab, o'zingizga mos qilib ofisga olasizmi, uyga olasizmi yoki so'g'uga olasizmi, mutaxassis bilan maslahatlashib, rangini tanlab, bemalol showroom kelib savdolashib ham xarid qilib olib ketsangiz bo'ladi. Qo'shimcha sifatida eslatib qo'yamiz. Showroomga kelib agar siz xarid qilgan bo'lsangiz, showroomimizga har bitta modelimizda massajli kreslo uchun maxsus bonuslarimiz bor. Ularni ham sizlarga taqdim qilamiz. Yetkazib berish xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab o'zimiz olib borib, o'rnatib, ishlashini ham tushuntirib tayyor qilib beramiz. Yana bitta qo'shimcha sifatida aytib o'tib ketaman. Har bir modelimiz uchun maxsus ishlatish bo'yicha video instruksiyamiz bor. Pastda raqam qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqasizlar.